Endi tekinga berib yuboramiz. E'tibor bering. Hamma joylarda 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha sotilayotgan mana shunaqa o'tiradigan apparatni biz tekinga tarqatib boryapmiz. Shoshilamiz, soni kam akalar. E'tibor bering. Protec firmasiga tegishli, baklari katta bak bilan jihozlangan, motorlari katta 44 ga 5 katta motor bilan jihozlangan, reduktorlari katta, turbalari 28 turba bilan jihozlangan, boshqa do'konlarda 600 ming, 700 ming, 1 million so'mgacha sotilayotgan aynan mana shunaqa o'tiradiganni 20 ta donasini tekinga shundog'iga sizlarga berib yuboramiz. Bo'lsa sizlarga bo'lsin akalar. Qandoq qilib ekan bu o'tiradigan apparatni tekinga olsam bo'ladi degan akalar, hoziroq mana shu videoga bitta dona bizni qo'llab-quvvatlab like tugmasini bosib, bosamiz akalar. Bitta dona like tugmasini bosib, kommentga kirib hoziroq omad deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, bizni do'konga kelganingizda 20 ta mana shunaqa o'tiradiganni bittasi tekinga sizniki bo'lib qoladi. Videoni oxirigacha ko'ring, to'liq ma'lumotini beraman va boshqa do'konlarga borib pulga o'tiradigan sotib olmasdan bizga kelib tekinga olib ketsangiz bo'ladi. Undan tashqari ko'pchilik so'ragandi, uyimga, xo'jaligimga ishlatish uchun yaxshiroq, sifatliroq motoblok hamda orqa tomonida komplekt holatda aravasi bilan sotib olmoqchiman degan akalar e'tibor berasizlar. Bu komplektimiz 500 kilodan boshlab 1 tonnagacha yuklarini bemalol bitta joydan ikkinchi joyga toshib bera oladi. Undan tashqari yeringlarni haydasanglar bo'ladi. Undan tashqari agar kultivatsiya shunga o'xshagan 50 xildan oshiq qishloq xo'jalik texnikalari qila oladigan hamma ishlarni pashti qilib beradi akalar. Nima uchun 500 kilodan 1 tonnagacha deyilyapti? Chunki bu motoblogimiz original ko'rib turgan motobloglarning ichida eng baquvvati hamda eng sifatlisi bo'lgan Belarus firmasiga tegishli Rossiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan bu Belarus motoblogini ko'pchilik biladi. Boshqa motobloglarning ichida eng zo'ri ham hamda eng sifatlisi ham bu aynan Belarus motoblogi bo'ladi. Chunki bu Belarus motoblogini mana bunaqa mini traktorlari, katta texnikalarni ham mingansizlar, bilasizlar. Shuni hisobiga bu Belarus motobloglari har doim sifatli texnikalar ishlab chiqariladi. Maslahat, bizdan boshqa do'konlardan ham motoblog xarid qilmoqchi bo'lsangiz, eng zo'rini oqtarib yuribsizmi? Bemalol borib Belarus motoblogini sotib oling va Belarus motoblogi sizga juda ham sifatli hamda yaxshi ishlab bera oladi akalar. Xo'p, bundan tashqari orqa tomondagi aravamiz ham hosilaga eng zo'rini qo'yib ko'rsatyapman. Buni akalar listlari mana bunaqa yupqaroq, kichikroq variantlari va mana bunaqa oddiy tunuka yupqaroq listdan qilingan variantlari hammasidan bor, lekin sizlarga hozir ko'rsatadiganim aravalarning ichida ham eng list qalini hamda eng baquvvati. Chunki listlarning stenkasi uchli stenkadan qilingan. Yon tomondagi profillari ham qalin, stenkasi uchli profildan, o'tiradigan joylarigacha hattoki temirdan, oyoq qo'yadigan joyigacha temirdan, taglarini e'tibor bersanglar, полностью profildan, svarkalariga ahamiyat bersanglar, erinmasdan profilni atrofini hamma yo'g'igacha quyib chiqilgan. Shuni hisobiga bu aravamiz yuk tortayotganda biron joyi bukilib, eshilib ketmaydi. Balonlari yangi pashti balondan qo'yiladi. Qanotlari ham qalin qanotlardan bemalol ustiga yuk tushsa ham bukilib ketib qolmaydi. Orqa tomoniga ham ahamiyat bersangiz, полностью svarkalarini mehr bilan quyilgan. Tay tomoniga ham bitta ahamiyat bersangiz, полностью profillarni taxlab chiqqanmiz. Shuni hisobiga bu arava yuk yuklaganingizda ham qiynalib qolmaydi akalar. Xo'p. Qisqacha motoblogimizning ma'lumotini beraman va narxini va aravamizning narxlarini tanishtirib o'taman va kimga shu turdagi texnikalar yoki shunaqa motoblog yoki shunaqa arava kerak bo'lsa, ekranga nomerimni ham qoldiryapman, aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, motoblogimizning qisqacha ma'lumoti: motor qismi 170F motor, 7 ot kuchli benzinli motoblog hisoblanadi. Uyimga, xo'jaligimga eng yaxshi, eng sifatlisini olaman degan akalar har doim 7 ot kuchli motoblogni olishinglarni maslahat qilaman. Chunki bu 7 ot kuchli motoblog hamma ishlarni qilib beradi. Ko'pchilik mana bunaqa 15 talik kattasini uyga ishlatgani olsa qiyin bo'lib qoladi. Chunki bu kattaroq motobloglar tirikchilik qilgani, kattaroq 1 gektar, 2 gektar joyingiz bo'lsa, olsangiz yaxshi. Hatto uyingizga 20, 30, 40 sotikacha bo'lgan joyingizga 7 ot kuchli motoblog olsangiz ham puldan tejasiz, ham o'zingiz vaqtingizdan hamda akalar qiladigan ishlari ham bu 7 ot kuchlilik ko'proq bo'ladi.
Faqat baquvvatrog'ini olaman desangiz, mana sizga eng zo'r variant Belarus motoblogi. Bu Belarus motoblogini aytib o'tgandek, Rossiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Ko'pchilik joylarda Rossiya deb yozgani uchun Rossiyada ishlab chiqarilyapti deb yolg'on gapirib sotishyapti ekan. Bu narsaga ishonmang. Bu Belarus motoblogi hozirgi kunda Xitoyda ishlab chiqariladi, faqatgina sifati Rossiya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan. Shuni hisobiga yaxshi motoblog hisoblanadi. Xo'p, motori 7 kuchli korobka, 550 talik katta korobka bilan jihozlangan, frezalari 32 talik, yuradigan joylari zavatnoyda, vozdixlari katta vozdix qo'yilgan, balon ham katta 410 balon. Xullas akalar, bu motoblog yuk tortganda ham, yer haydaganda ham qiynalib qolmaydigan model hisoblanadi. Xo'p, bu motoblogimizning narxi, korobkasini har xil varianti bor, katta kichik, o'shanga qarab 2.800.000 dan boshlab 4.800.000 gacha varianti bor. Orqadagi aravamiz ham har xil razmeri bor. Eng arzon kichkina aravalarimiz 1.800.000 dan boshlab turib 3.5 gacha xohlagan turdagi aravangizdan bor. Mana bu tomonda aravalarimiz bor, bir qator ko'rsatib berib o'tib ketaman akalar, mana ko'rishingiz mumkin. Bu aravalarni 100% o'zimiz yasaymiz, shuni hisobiga narxiga bexijolat. Mana kelasiz, o'zingizga yoqqan aravadan shunday mashinani tanlab olsangiz bo'ladi. Razmeri xohlagan razmeringiz bor. Bizda optim baza akalar. Sklad shuni hisobiga narxlar eng arzoni bo'ladi. Sifati ham eng xudo xolasa zo'rini beramiz. Xo'p, xohlagan turdagi 7, 9, 13, 15, 17 kuchli motoblok, ularga mana bu tomonda agregatlar, bu tomonda mana jatkalar, xullas hamma turdagi texnikalarni bizdan topsanglar bo'ladi. Xo'p, e'tibor bergan bo'lsanglar, videoni boshida mana shunaqa o'toradiganlarni 20 ta donasini tekinga beramiz deb va'da berdim. Tekinga haqiqatan tarqatib o'ramiz. Xo'p, bu apparatlar tekinga olish uchun bizni do'konga kelasiz. Mana shu yerda turgan 100 xildan oshiq motoblogni bittasini o'zingiz uchun sotib olasiz. Endi o'zingizga yoqqan motoblogni narxini kelishib, arzon narxda sotib olasiz va sotib olganingizdan keyin bu tomonda do'konimiz ichiga kirib e'tibor berasiz. Mana bu tomonga do'konga kirsangiz, do'kon ichida instrument, motopila, benzopila, svarka apparat, bolgarka apparat, shunga o'xshagan texnikalar hammasini shu barabanga joylaganmiz. Bu barabanning ichida hozir sizga ko'chada ko'rsatgan o't o'radiganim ham qo'yilgan. Bizni do'konga kelasiz, ko'chada o'zingizga yoqqan bitta motoblogni sotib olasiz va motoblogni bizdan sotib olganingiz uchun biz sizga do'konimizning nomidan sovg'a sifatida shu barabanda aylantirg'izamiz. Barabanda aylantirganingizda mana shu holatda aylanib, barabanda o't o'radigan apparatga tushsa, o't o'radigan apparat sizga tekinga beraman. Shurpayor naborga tushsa, shurpayor naborda tekinga beraman. Bolgarka apparat tushsa, bolgarka apparat tekinga beraman. Xullas, barabanda nima sovg'a aylanib tushsa, o'sha sovg'ani tekinga beraveramiz. Xohlasangiz mana o't o'radigan deysizmi, xohlasangiz dori apparatmi? Xullas, nima instrument tushsa tekinga beramiz. Shuni hisobiga videoga like bosib, kelib bizni do'kondan texnika xarid qilib, yaxshi texnikalarni tekinga olib ketib qoling. Manzil Farg'ona shahar, avval qishlog'i, agroservis do'koni. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.